bularni topshiriqlar bo'ldi. Bular tayinlanib ruxsat bersanglar, qisqacha vazifalar to'g'risida to'xtalib o'tsam. Bu yo'nalish bo'yicha ichki vazirning farmoyishlari, boshqa farmoyishlari tumanni o'zimizni mana farmoyishi tuman qurilish organlarining, ya'ni prokurorimizni, hokimimizni o'zimizni tasdiqlangan har bir yo'nalish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Ruxsat bersanglar hozir qisqacha vazifalar o'qib o'tsam, ichki ishlar bo'limining soha xizmatlari tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yo'nalishida belgilab qo'yilgan. Birinchisi Xubuzarlar profilaktikasi yo'nalishida. Ikkinchisi yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha vazifa belgilangan. Uchinchisi xavfsiz shahar markazi ichki ishlar vazirligida. To'rtinchisi axborot texnologiyalari yo'nalishidagi jinoyatchilikka qarshi turish yo'nalishida. Beshinchisi jamoat tartibini saqlash yo'nalishida. Jinoyat qidiruv yo'nalishida. Terrorizmga qarshi kurash yo'nalishida. Murojaatlar bilan ishlash yo'nalishida. Qo'riqlash yo'nalishida. Bundan tashqari idora va tashkilotlar rahbarlari tomonidan tuman hokimlarining qurilish va kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosarlariga vazifa belgilangan. Ikkinchisi, tuman hokimlarining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosarlariga vazifa belgilangan. Uchinchisi, tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga. Keyingisi, yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limiga. Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga. Keyingisi soliq inspeksiyasiga. Keyingisi tuman tibbiyot birlashmasiga. Undan keyingisi uy-joy kommunal bo'limiga. Keyingisi mahalla uyushmasiga. Keyingisi oila va xotin-qizlar bo'limiga. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limiga. Tuman adliya bo'limiga. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limiga. Migratsiya agentligiga. Bozorlar va savdo komplekslar uyushmalari rahbarlariga. Tashkilotlar miqyosida ruxsat bersanglar, bitta vazifasini qisqacha aytib o'tsam, tuman hokimlarining qurilish va kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik va ekologiya ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosarlariga, mahallalarning kirish va chiqish joylarini, ko'p qavatli uylarning hovlilarini, aholi gavjum bo'lgan ko'chalarni, shuningdek hayvon bozorlari va qushxonalarini zamonaviy video kuzatuv tizimlari bilan jihozlanish, ta'minlash. Bozorlarning kirish va chiqish joylariga, jumladan hayvon bozorlari va avtomobil bozorlariga Face ID orqali tanib oluvchi kameralar o'rnatish hamda Ichki ishlar vazirining xavfsiz shahar markazi bilan integratsiya qilish bo'yicha. Bunda so'nggi 5 yil davomida 2 va undan ortiq marta firibgarlik jinoyati uchun sudlangan shaxslarga oid ma'lumotlarni server orqali o'zaro integratsiya qilishni tashkillash masalasida. Savdo markazlari va